Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Bugun dushanba, tonglaringiz xayrli bo'lsin, kunlaringiz mazmunli o'tsin. Bundan oldin men video qo'ygandim. Juda ham ko'p prosmotr bo'libdi, 8000 dan oshiq prosmotr bo'libdi. Men bunday natijani kutmagandim. Ko'plar tushunmabdi, zerikarli video debdi. To'g'ri, zerikarli bo'lishi mumkin. Chunki men taniqli emasman. Shunchaki oddiy qishloq ayoliman. Bir mashhur bo'lganimda ularni oddiy yurgan yo'li ham qiziqarli video bo'lardi xalq uchun. Lekin men oddiy ayolman. Ba'zilar aytibdi, mashinani maqtanasammi, nimadir. Korоче, maqtanma xonimcha deganlar ham bor. Ularga ham rahmat komment yozgani uchun. Bu mashinani maqtanish uchun haydamayman, bu meni ehtiyojim bor uchun mashina haydayman. Ehtiyojim shu mashinaga bor uchun xo'jayinim menga mashina olib bergan. Xo'jayinim ko'p Rossiyada yuradi. Shuning uchun uy ro'zg'orlariga nima kerak bo'lsa, 4 ta farzandim bor, 4 ta qiz farzandim bor. Uyga nima kerak bo'lsa, shu mashina yordamida olib kelaman. Avval mashinam yo'qligida juda ham qiynalardim. Buni ayol kishilar biladi. Farzandlari bilan qanday qiynalib yurishini. Shunga xo'jayinim menga oson bo'lsin, 4 ta qizim bilan qiynalma deb mashina olib bergan. Bu esa xo'jayinimning o'zining mashinasi, peshona terisi bilan ishlab kelib, o'zi orzu qilgan mashinani olgan. Shunaqa gaplar. Bu maqtanish uchun hech qanday video qilinmagan. To'g'ri, zerikarli video bo'lishi mumkin meni tanimaganlarga, lekin meni ozgincha mehnatimni qadrlab, menga podpiska bo'lganlar meni ozgina bo'lsa ham taniydi. Meni videolarim, shorts videolarim orqali men odatda ko'p bunaqa ko'p soatli, minutli video qilmayman. Men ko'pincha shorts videolar qilaman, qizlarim bilan kontent. Bu videolarning maqsadi oddiy shunchaki kayfiyat ko'tarish uchun 4 ta qizim bilan kontentlar olib chiqaman, oddiy videolar qo'yaman. Hammasi kayfiyat ko'tarish uchun, hech qanaqa manfaat yo'q, hech qanaqa qiziqarli tomoni ham yo'qdir. Foydali. Kimlargadir foydali bo'ladi bu. Shunaqa gaplar. Meni o'sha videoimni 8000 tadan oshiq odam ko'rgan, lekin meni podpischiklarim 200 tadan oshiq. Shuning uchun ko'plar meni noto'g'ri tushungan. Bu albatta tabiiy hol, noto'g'ri tushunishi. Zvezda, katta yulduz bo'lganimda albatta to'g'ri tushungan bo'lardim. Shunaqa qilib, bugun ham qizlarimni maktabga olib ketyapman. Bugun dushanba, haftaning boshlanishi. U videoimda aytganimdek, maktabimiz ozgincha uzoqroq. O'zim ham shu maktabda tahsil olganman, o'sha qishloqda. Shunga qizlarim qiynalmasin deb mashinada olib borib tashlayman sovuqda, issiqda. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men tojikistonlikman, millatim o'zbek. O'zbek millatidanman, lekin yashash joyim, ona vatanim Tojikiston. Bundan men faxrlanaman, juda ham yaxshi ko'raman Tojikistonimizni. O'zbek millatini ham, O'zbekistonni ham juda ham yaxshi ko'raman. Umuman olganda hamma davlatlar juda ham yaxshi. Bu dunyoni, bu hayotning o'zi go'zal. Faqat go'zal tarafini ko'rish kerak odam. Chunki umrimiz qisqa, 5 kunlik dunyo. Ha deb yomon tarafini izlayversa, qidiraversa, odamlarda hamma tomonda xatoliklar bo'ladi, bilimsizliklar bo'ladi. Hech narsa 100% emas. Men ham bu YouTube'ga kirib kelganimga ko'p bo'lmadi, qariyb 2 oy bo'ldi. Xatoliklarim bor bo'lishi mumkin. Men bilmagan, men anglab yetmagan. Shunaqa gaplar. Men bu videoni shunaqa qilib olishga qaror qildim. Kommentariyalarga e'tibor bermayman, lekin hurmat bilan mana shu videoni olib chiqishga qaror qildim. Men haqimda qiziqib bilganlar, podpiska bosganlar oddiy qishloq ayolini, 4 ta qizni onasini kuzatsin. Shunaqa gaplar. Bugun havo sovuqroq.
Pagodada, ob-havoda shuni ko'rsatyapti. 3 kun yomg'ir bo'lar ekan. Yana Alloh bilguvchi. Yomg'ir bo'lsa ham yaxshi, bo'lmasa ham yaxshi. Allohning kuniga ming shukr. Har bir kunimizga shukr aytaman. Hozir men mahallamizdan chiqib ketyapman. Sizlarga mahallamizni ko'rsataman. Bu video biron manfaat uchun emas, biron foyda uchun emas. Shunchaki shahardagilar qishloq hayotini sog'inganlar uchun. Qishloqdagi do'stlarimiz esa mana Tojikistonda ham qanday qishloqlar borligi, o'zbeklar ham ko'pligini bilsin deyman. Tojikistonimizda ham o'zbeklar juda ham ko'p. O'zbekistonda ham qarindoshlarimiz juda ko'p. Bir-birimizga qardoshmiz O'zbekiston, Tojikiston. Mana shunaqa gaplar. Hozir hamma maktabga ketyapti. Meni kuzatib shu 200 tadan oshiq podpischiklarimga katta rahmatimni aytaman. Oilaviy xotirjamlik, avvalo sog'lik tilayman. Odam sog' bo'lsa to'pi topiladi. Ba'zilar kommentariyada aytdi, mana shu mashina yo'q, ba'zilarda sen maqtanyapsan degan gaplar qilgan. Hech ham xafa bo'lmasin. Bosh omonmi? Albatta to'pi topiladi. Bugun bo'lmasa ertaga hamma ham niyatiga yetadi. Orzu qilganiga amalga oshadi. Biz ham bu darajaga, mashinaga shunchaki bir dumalab yetganimiz yo'q. Xo'jayinim Rossiyadan migrant bo'lib ishlaydi. Shuning uchun bu mashinani olgan. Shunaqa qizlarim bilan qiynalma deb menga ham mashina olib bergan. Bu hozirda tabiiy holat. Ayollar mashina haydashligi tabiiy holat, chunki hozir zamon rivojlanyapti. Ayollarning ham haqqi bor. Mashina haydab o'z farzandlari uchun, o'zi uchun ishini yengillashtirish. Hozir mahallamni sizlarga ko'rsata olmadim. Shu katta ko'chaga kelib qoldik. Katta ko'chada odamlar mana bu yerda hali ham remont ketyapti. Juda ham tor ekan. Chiqishga chiqib oldim. Endi qaytishda boshqa mahalla bilan yuraman. Mana bizni sentrimiz, odamlar. Maktabga ham yetib keldik. Biz qizlarimni tushirib uyga ketamiz endi. Qizlarim, yaxshi o'qinglar, ha? Dars tugagandan keyin sirazi uyga. Xo'pmi qizlar? Biror narsa kerak emasmi? Salfetka oling. Salfetka oling. Hadicha, to'g'riga boring qizim. Qizlarimni maktabga tashlab, endi uyga ketyapman. Hozir yo'ldan bitta opcham chiqib qoldi, o'shani uyga borib tashladim. Shunaqa gaplar. Bugun ham kunim shundan boshlandi. Endi Xudo xohlasa Davernis olishga Bo'stonga tushishimiz kerak xo'jayinim bilan. O'zimni mashinamni haydamayman. Xo'jayinimning mashinasini haydayman. Shuning uchun menga Davernis berish kerak. O'zi Rossiyaga ketadi, bemalol. Keyin bolalarini xohlagan joyga olib borishim mumkin. Shunaqa gaplar. Yana nima deyishim mumkin? Shu oddiy odam, oddiy qishloq ayoli. Hech ham o'zimdan kimlarnidir yasab olganim yo'q. Shu qishloqda ayoli oddiy kunda o'z bolalari bilan ozgina video chiqarib YouTube'ga joylayapman. Ozgincha bo'lsa ham, lekin men uchun juda ham katta natija. 200 tadan oshiq podpischiklarim bor. O'shalarga yana bir bor rahmat aytaman. Eng muhimi mana shular meni qo'llab-quvvatlab, videolarimga like bosib, qiziqib podpiska bosganlari uchun xursandman. Mana bu bizning mahallamiz. O'sha qishlog'imizning chekkasida mahallamiz. Bu yoq dala yonimda. Bugun havo sovuq. Havo ham. Mana bu yer
zavod, paxta zavodi. Bu yerda ham odamlar, juda ko'p odamlar ishlaydi. Paxta chiqaradi va chet elga eksport qiladi. Shunaqa gaplar, do'stlar. Menga omad tilab, videolarimni yaxshi qabul qilganlarga sog'lik, salomatlik. Boshqa kommentariyalarga ham, ularga ham rahmat aytaman, chunki shunchalik e'tibor berib kommentariy yozgani uchun negativlardan hech ham xafa bo'lish yo'q. Chunki nima bo'lmasa, nima deydi? Qanaqa gap bor edi? O'sish bo'lmaydi. Ana shunaqa negativ videolarsiz o'sish bo'lmaydi. O'shalar orqasidan men xatolarimni tuzataman. Xatolarim bo'lsa, hammaga omad.